Soch to'kilishi ba'zi insonlar uchun tabiiy holatdek qaralsa, lekin ko'pchilikda bo'ladigan holat oldin 40-50 yoshda soch to'kilardi, odamlar unga unchalik ham e'tibor bermasdi. O'tib ketadi deb yuraveramiz. Lekin sochimiz to'kilsa, albatta har oynakka qaraganda o'sha stressga tushaveradi odam. Aniqlab olamizki, uy sharoitida davolayapmiz. Uy sharoitida o'zimizga o'zimiz tashxis qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'ramiz, oynakka qaraymiz. O'g'il bolalarda oynakka qaraganimizda asosan ayollarda ham xuddi shunday. Ayollarda erkaklardan farqli ravishda diffuz kechadi. Testosteron oshgani sababli testosteron o'sha sochlarga ta'sir qiladi. Ularni sochlarni to'kishga harakat qiladi va yog' bezlarini kattalashtirib yuboradi. Albatta buni aytishdan oldin uy sharoitida aytilgan dorilar 100% davo bo'lmasligi mumkin. Umuman modda almashuvi buzilib ketadi. Shuni hisobiga ham aytaylik, sizda 30 yoshda boshlanmoqchi bo'lgan kasal 20 yoshdanoq boshlanib qolishi mumkin. Ikkinchi holat bu hozirgi kunda yoshlarda ham ko'p bo'lmoqda. Zalga borishadi va zalda o'sha vrach maslahatisiz turli testosteron shunaqa vositalarni qabul qiladi. Battar kuchayib ketishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari albatta eng ko'p aytaylik vitaminlar nima bo'lishi mumkin? Vitamin D va ferritin. Shularga tekshirtirib qo'yishingiz mumkin. Bugun tepakallik va uni uy sharoitida davolash haqida gaplashamiz. Soch to'kilishi ba'zi insonlar uchun tabiiy holatdek qaralsa, lekin ko'pchilikda bo'ladigan holat bu ijtimoiy psixologik stress hisoblanadi. Ya'ni ular soch to'kilishini juda katta stress bilan qabul qiladi. Bu to'g'ri ham, chunki oldin 40-50 yoshda soch to'kilardi, odamlar unga unchalik ham e'tibor bermasdi. Chunki u davrda уже yosh katta bo'lgan bolalar bor, uylangan, mana shunaqa bo'lardi. Hozir nima bo'lmoqda? Hozir yoshlarda, ya'ni 15-20 yoshdan boshlab soch to'kilishi paydo bo'lmoqda. Bu yoshda bilamizki, o'zi ugri chiqib qolsa ham juda ko'p siqilamiz. Lekin ugri chiqib, soch ham to'kilib ketsa, unda battar stress bo'ladi. Bu yoshda agar ugri chiqib, soch ham to'kiladigan bo'lsa, albatta ustma-ust battar stressga tushadi odam. Bu holatda aynan o'sha kelajakdagi kasbini egallashda yoki odamlarga qo'shilishda keyinchalik juda ham muammo bo'lib qoladi. Aytaylik, masalan, oshqozonimiz og'risa yoki bo'g'imimiz og'risa, qaytimizda ichimizda og'rib qo'ydi, o'tib ketadi deb yuraveramiz. Lekin sochimiz to'kilsa, albatta har oynakka qaraganda o'sha stressga tushaveradi odam. Misol ichimizdagi qaysidir ichagimiz chirib ketsa ham oxirida borishimiz mumkin-da, lekin sochimiz to'kilsa, o'sha odam ko'radimi, ko'rgan narsasiga juda ham katta stress bo'ladi. Bu stress battar yana sochni to'kadi. Shunaqa zanjir reaksiya bor. Shuning uchun bemorlar ko'piga aytaman, albatta stressdan saqlaning. Endi boshqa stresslar ham bor, lekin sochga qarab ko'pchilik har kuni sanab o'tiradi-da, nechta to'kildi bugun deb, juda ham stressga tushib qoladi. To'kildimi soch e'tibor bermang, davolasangiz qaytib chiqadi, agar tepakallik bo'lsa. Soch to'kilayotgan insonlarni eng ko'pchiligi shunaqa, ya'ni 80% to'kilgan odamlarda soch tepakallik bilan kelishadi. Ular androgen alopetsiya deyiladi. Aniqlab olamizki, uy sharoitida davolayapmiz. Uy sharoitida o'zimizga o'zimiz tashxis qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'ramiz, oynakka qaraymiz. O'g'il bolalarda oynakka qaraganimizda asosan ikkala chet tepaga qarab ketayotgan bo'ladi yoki tepa soha siyraklashayotgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir xilgilarda bo'ladi, hamma soha birday siyraklashib borayotgan bo'ladi. Tepadan qaragan odam soching to'kilib siyraklashib qolibdi deb aytadi, lekin orqalari yaxshi turadi. Ikkinchi holat borki, bunda sochlarni tortib ko'riladi. Aytaylik, sochdan orqasidan va tepasidan tortib ko'riladi. 1-2 yoki 2-3 ta chiqishi bu soch to'kilishiga kirmaydi. Bu normal holat. To'kiladigan sochlar tortganimizda chiqadi majburan. Agar tortganingizda 5-6 ta yo 7-8 ta, 10 ta soch chiqadigan bo'lsa, bu albatta soch to'kilishiga kiradi va bu vrachga ko'rin, shifokorga ko'rin degan signal bo'ladi. Soch tortishda ham orqadan va tepadan tortib ko'riladi. Agar tepadagi sochlar ko'proq to'kilayotgan bo'lsa, bu androgen alopetsiya bo'ladi. Ayollarda ham xuddi shunday. Ayollarda erkaklardan farqli ravishda diffuz kechadi, ya'ni boshda hamma sohasidan birdek siyraklashayotganga o'xshaydi. Asosiy jihatlari peshona sohadan orqaga ketadi ozgina yoki bo'lmasa farq deyiladi. Farqni siyraklashib ochilib borishi bo'ladi yoki bo'lmasa o'rama sohadan sochlar asta-sekin siyraklashib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu paytda ko'pchilikda yo yuzida ugri chiqadi yoki bo'lmasa sochlar juda ham tez yog'lanib qoladi. Ko'pchilik murojaat qiladiki, sochim tez yog'lanyapti, shuning uchun sochim to'kilib ketyapti deydi. Yo'q, bunaqa emas. O'zi odatda ikkalasi birdek keladi va bir-birini doim kuchaytirib beradi. Balog'at yoshidan testosteron oshgani sababli testosteron o'sha sochlarga ta'sir qiladi. Ularni sochlarni
to'kishga harakat qiladi va yog' bezlarini kattalashtirib yuboradi. Shuning uchun sochimiz juda ham tez yog'lanadi. Bir kunda 2 kunda juda ham tez yog'lanib bir-biriga yopishib qoladi. Bu ham androgen alopetsiyani bitta belgisiga kiradi. Albatta buni ham davolash kerak bo'ladi. Sababi agar tez yog'lanaversa, yog'li sochga, yog'li teriga zamburug' bakteriya yashash uchun yaxshi muhit bo'ladi. Ular ko'payadi va seborrheic dermatit deyiladi. Bosh terisining yallig'lanishiga olib keladi. O'z navbatida yallig'lanish bor joyda qon yaxshi oqmaydi. Shuni hisobiga misol qon, kislorod yoki ozuqa moddalarini sochga olib kelib turishi kerak. Agarda seborrheic dermatit bo'lib yallig'lanib qolsa, qon o'z-o'zidan dimlanib qoladida, ozuqa moddalar sochga yaxshi kelmaydi va battar to'kilish kuchayib ketib qoladi. Buni albatta qanday davolash haqida tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, uy sharoitida davolashga o'tamiz. Albatta buni aytishdan oldin uy sharoitida aytilgan dorilar 100% davo bo'lmasligi mumkin. Ishlatib ko'rasizlar, kimgadir qaysidir bittasi yaxshi tushadi, kimgadir umuman tushmasligi mumkin. Agar uy sharoitida to'xtamasa, shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Aytib o'taman, dorilar ham albatta bu reklama emas. Hech qanday dorini men sotmayman. Albatta sizlarga foyda bo'lishi uchun aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda uy sharoitida albatta tartibni to'g'irlash kerak bo'ladi. Tartib deganda qanaqa? Uyqu va stress. Bu ikkalasiga ham odatda hozirgi kunda eng ko'p sabab bo'layotgani bu telefondagi o'yinlar va telefondagi videolar bo'lmoqda. Hammamiz bilamizki, kechqurun uxlashdan oldin har xil reelslar, videolar yoki o'yinlar o'ynab keyin yotamiz. Soatga qaraganimizda 2-3 bo'lib qolganini bilmay qolamiz. O'zi odatda 9-10, uzog'i 11 gacha uxlash kerak bo'ladi. Bu vaqt davomida moddalar almashuvi asta-sekin joyiga tushib olishi kerak bo'ladi. Lekin biz telefon o'ynab yotganimizda har xil videolar chiqadi, emotsional, yig'latadigan, kuldiradigan yoki o'yinlar o'ynaganimizda bilmasdan bir necha marotaba asabiylashamiz. Asabiylashganimizda moddalar almashuvi shuncha ko'p buziladi. Aytaylik, asabiylashganda kortizol, adrenalin degan gormonlar bor. Bular ajraladi. O'zi normada ham ajraladi bular. Misol, it sizga yugurib kelgan paytda kortizol yoki adrenalin degan gormonlar ajraladi. Shu paytda odamning kuchi ko'payib ketadiki, qonga juda ham ko'p glyukoza chiqadi, yurak tez urib ketadi, qon tomirlarda qon oqishi tezlashadi. Albatta bu normal holat bir marta bo'lsa. Agar siz doimiy shu videolarni ko'radigan bo'lsangiz, emotsiyaga beriladigan bo'lsangiz, bu doim qaytalanib turadi va nazoratdan chiqib ketib qoladi. Shuni hisobiga ham moddalar almashuvi o'zgarib, vitaminlar yetishmasligi, immun tizimidagi o'zgarishlar, oksidativ stress deyiladi. Umuman moddalar almashuvi buzilib ketadi. Shuni hisobiga ham aytaylik, sizda 30 yoshda boshlanmoqchi bo'lgan kasal 20 yoshdanoq boshlanib qolishi mumkin. Ikkinchi holat bu hozirgi kunda yoshlarda ham ko'p bo'lmoqda. Zalga borishadi va zalda o'sha vrach maslahatisiz turli testosteron shunaqa vositalarni qabul qiladi. Bu testosteron aslida bu androgen alopetsiyaga asosiy keltirib chiqaruvchi gormon hisoblanadi. Gormon qoningizda erkin holatda ko'payib ketdimi, albatta sizda tepakallikni shuncha erta yuzaga chiqaradi. Albatta zalga borib qanaqa dori qabul qilishdan oldin vrach bilan maslahatlashgan ma'qul. Nimaga aytyapman? Hozirgi kunda ko'payib ketgan shunaqa bemorlar ko'p keladi. Qabul qilganman, endi nima qilaman? U endi nima qilaman emas, albatta testosteron qabul qilgansiz, u jarayon boshlanib bo'lgan, ichingizda uxlayotgan kasallik paydo bo'lgan. Endi u surunkali davom etaveradi. Uchinchisi dorilarga o'tamiz. Dorilar albatta testosteronga qaratilgan dorilar bor, ya'ni testosteronni bloklaydigan. Tibbiyotda shifokorlar tomonidan beriladi. Misol finasterid, dutasterid dorilar bor, ular gormonni bloklaydi. Lekin juda kuchli bloklaydi, nojo'ya ta'sirlari ham bo'lishi mumkin. Lekin bularga analog sifatida tabiiy o'simliklardan tayyorlangan dorilar borki, nojo'ya ta'siri umuman yo'q. Nisbatan testosterondan keyingi gormonlarni bloklashda ishtirok etadi va sizda soch to'kilishiga qarshi anchagina foyda berishi mumkin. Ushbu dori Serino Repens deyiladi. Buni keyinchalik bir yozib ketiladi uy sharoitida ichish uchun. Bemalol uy sharoitida ichsangiz bo'ladi. Chunki nojo'ya ta'sirlari deyarli yo'q, umuman yo'q. To'rtinchisiga o'tamiz. To'rtinchisi bu hamma bilgan minoksidil. Minoksidil haqida oldingi videolarda aytib o'tganmiz, qanday foydalanish haqida. Quyidagi videolarni ko'rib, albatta kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Keyingisi mikronidling deyiladi, ya'ni dermaroller. Dermarollerni ham ko'pchilik biladi.
Bu bosh sohasiga mayda ignali bosh sohasida yurg'izib chiqiladi. Buni albatta quyidagi videoda o'rganib uy sharoitida qilishingiz mumkin. Uy sharoitida nima qilasiz? Mikronidling olasiz. Uni ham har xil razmerlari bor. Siz 0,25 yoki 0,5 millimetrligini olasiz, 1,5ligini olmaysiz. Bular chandiq keltirib chiqarishi mumkin. 0,5ligini oldingiz. 0,5ligini olib, uy sharoitida albatta ishlatishdan oldin xlorgeksidin yoki spirt bilan obработка qilasiz. Bosh sohani ham xuddi shunday obработка qilib, keyin ishlatasiz. Buni ko'pchilik ishlatadiki, kuniga bir mahal, ikki mahal ko'p ishlatib yuboradi, lekin haftada bir marta yoki uzog'i 2 marta ishlatish kerak bo'ladi. Keyingi dorimiz, aytib o'tdim, bosh terisida seborreali dermatit bo'ladi, ya'ni bosh terisida yallig'lanish bo'ladi. Ushbu yallig'lanish holatlarida asosan shampun vositalari ishlatiladi. Shampunni oldin ham aytib o'tib ketganman. Aptekada sotiladigan Dermazol yoki Derx shampuni bor, Nizoral bor. Shu shampunlardan foydalanib, qo'llanmasida yozib qo'ygan qanday foydalanishni. Shu shampunlardan foydalanib, doimiy foydalanib yursangiz bo'ladi. Keyingisi bu nikotin kislota. Nikotin kislotani ham 1% emas, 2% alohida ma'lum bir o'sha sotadigan kosmetika sotadigan aptekalarda sotiladi. Ularni ham kunora bosh terisiga surib tursa bo'ladi. Faqat sizda bosh terisida kuchli qichishish, qizarish bo'lsa, albatta bu dorilarni qilmaganingiz ma'qul. Avval shampunlarda yuvib, o'z holiga keltirib, keyingina surishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa, soch to'kilishi battar kuchayib ketishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, albatta eng ko'p aytaylik vitaminlar. Vitaminlar nima bo'lishi mumkin? Vitamin D va ferritin. Shularga tekshirtirib qo'yishingiz mumkin. Ayollarda ayniqsa ferritin qoni kam bo'ladi. Ferritinga tekshirib qo'yiladi. Agar kam bo'lsa, vrach yozib beradi. Yashash joyida bemalol ushbu dorilarni yozdirib olsanglar bo'ladi. Uni ham qanchalik dozasiga qarab turib, ko'p yoki kam qilib shifokorlar bemalol yozib berishi mumkin bo'ladi. Agar uy sharoitida shunday holatda sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, dorilarni yana bir Telegram kanalda tashlab qo'yilgan va quyida belgilab qo'yilgan. Ushbu kanalga o'tib, qanday shaklda ichish kerakligi, qancha muddatda ichish kerakligi haqida to'liq yozib qo'yaman. Chunki videoda tushunib olish biroz qiyin bo'ladi. Telegram kanalga o'tib, bemalol ushbu faylni olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizda kuchli soch to'kilayotgan bo'lsa yoki tepakalli bo'lgan bo'lsangiz, soch ekish yoki davolash bo'yicha bemalol tavsiya bera olaman. Quyidagi nomerlarga yozilib, murojaat qilib kelsangiz bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va soch to'kilayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.